sport bilan shug'ullanmoqchisiz, aktiv, davomli shug'ullanmoqchisiz, to'g'rimi? Например, o'g'il bolada bu narsa ko'p bo'ladi. O'g'il bola ko'pincha sportivniy figuraga erishmoqchi bo'lishadi. Mana shu paytda boshlashdan oldin birinchi o'zini tekshiruvlari bor, zaruriy, обязательно qilinishi kerak bo'lgan. Shu tekshiruvlarda sog'lomligiga 100% uveren bo'lish kerak. Mana boya ham ko'rdingiz, например, kelyapti, ham здоровый bola sraz yozib berilsa bo'lardi. Yo'q, o'zini tekshiruvi. Jigar fermentlari 250 chiqyapti. Конечно, bu yomon. Bu odam silovoy ham qilishi mumkin emas. Bu odam har xil dorilarni ichishi mumkin emas, jigarga nagruzka beradi. Har 3 oyda o'zini check-upini qilib, kerakli tekshiruvlar va kerakli dori-darmonlarni ham qabul qilishi shart. Bo'lmasa organizm minusga ketaveradi. Keyin sportsmenlarimizning yana bitta narsasi, qarang, o'zi o'sish gormonini stimulyatsiya qilishni xohlashadi. O'sish gormoni yetishmagani uchun tashqaridan ukollarni ham qilishadi, lekin oddiy bitta qoida, o'sish gormoni bizda kechasi aktiv ishlaydi, uyqu paytimizda. Shu narsaga ahamiyat berishmaydi. Kechqurun 22:00 da uxlashimiz kerak va o'sha paytda o'sish gormoni soat 2 gacha aktivniy pik beradi. O'sha paytda bizning mushaklarimiz tiklanadi, kun davomida yo'qotganlarimizning o'rni to'ladi. Lekin shu narsani berishmaydi, kechasi bilan zalda ishlashadi, tashqaridan tayyor o'sish gormonini kiritishadi. O'zimizning bioritmimizni buzishadi. O'shaning uchun sport bilan shug'ullanayotganlar, ayniqsa mana shu bioritmlarga, gormonlarning bioritmiga qarshi bormaslikni ularga tavsiya qilgan bo'lardim.